Assalomu alaykum, Agrobog'odi kanaliga kuzatib boruvchi obunachilar. Pirit so'rilarimiz pishib yetildi. 2025-yil 16-may sanasiga ko'ra juda ham chiroyli shaklda. Qip-qizil bo'ladi, danagidan ajraydi. 100% mevalari juda ham shirin, kesli. Ja unaqa darajada shirinmiz. Qurti yo'q. Bular ona bog' ko'chatlar uchun tashkillab qo'yganmiz, chunki paytda buni abreska qilish kerak, mevani to'kish kerak, bizga shoxlar kerakli bo'lganligi uchun shoxlarga tegmaganmiz, lekin mevalari juda ham shirin. Bismillahirrohmanirrohim. Mevalar juda ham zo'r. Hosiliga bittadan like bosib qo'yishdan so'rab qolardim. Pirit so'rilari juda ham chiroyli holatda. Qip-qizil bo'lib pishib yetiladi. Bu o'zi aslida bir 3 kun 4 kun oldin uzilish kerak edi. Biz ona bog' bo'lganligi uchun mahallaga o'zimizni qishloqda bozorimiz bor. Shunga sotmoqchiligimiz uchun buni bozorga sotmadi, eksportga. Meva olishlarga bittadan like bosib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli. Bular hammasi qizarib yetiladi. Tanada olgan mevani qarang. Bir dona ko'chat hozirgi yoshi 6 yosh, faqat bu ona shoxlar uchun 20 kilo 30 kilogacha meva ushlagan. Buni toqalamaganmiz. Sababi bizga shart emas mevalari. Mevalari kerak bo'lsa, kelaverasizlar bepulga. Shundan oxiriga so'ramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, yuraver.